Hammaga assalomu alaykum. Ayol loyihasini ilk soniga xush kelibsizlar. Ayol proyekti bu o'z orzulari ortidan borayotgan va o'z brendi ostida kuchli bo'lib turgan ayollar haqidagi proyekt hisoblanadi. Bugungi ilk mehmonimiz Istok.uz brendini asoschilaridan biri Ilmuzar. Ilmuzar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Menimcha hozir tomoshabinlarga Istok.uz brendi haqida hamda uni ortida qilinayotgan ishlar haqida menimcha ozgina gapirib bersangiz va ularga motivatsiya bersangiz juda ham zo'r bo'lardi. Birinchi savolimiz Ilmuzar, avvalo o'zingizni tanishtirib bersangiz va bugungi Ilmuzar kim? Assalomu alaykum. Ismim Ilmuzar, yoshim 28 da. Oilaliman. Hozirda bir nafar farzandim bor. Bugungi kunda Ilmuzar farzand tarbiyasi bilan mashg'ul rafiqa va uy bekasi. Juda ham xursand bo'ldim. Ilmuzar, aynan Istok.uz g'oyasi qayerdan kelgan edi va buni bir o'zingiz qildingizmi, kim bilandir qilganmisiz? Buni eshitishim bo'yicha bir o'zingiz emas, bunda katta komanda ham bor. Lekin asoschilaridan biri bo'lganingiz uchun aynan sizni taklif qildim. Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. G'oya farzandli bo'lganimdan keyin uyda o'tirib o'zimga vaqt ajratish juda ham cheklangandan keyin kelib chiqqan. Bola bilan uyda charchaysiz, bolani kimgadir tashlab ketib, qanaqadir o'zingizga g'amxo'rlik qilib kelishga vaqt cheklangan bo'ladi. Shundan kelib chiqqan. Onalik paytida stress, katta charchoq his qilganman. Ko'z oldimga o'zimga o'xshagan ko'p ayollar va o'sha uyda foydalanish uchun to'plam kelgan va uni yaratishga harakat qilganmiz. Ko'plab uyda foydalanish uchun mahsulotlarning ichida kimyoviy sostavlar bo'lgani uchun u ko'plab onalarga va bolalarga mumkin emas. Shuning uchun eko, tabiiy mahsulotlarni qidirib, o'zim shunaqa to'plam yaratish g'oyasi kelgan. Faqat o'zim emas, o'zimga o'xshagan ko'plab ayollar, onalarni o'ylagan holda. Bilishimcha, siz bitta o'zingiz emas, turmush o'rtog'ingiz va komanda bilan ishlagansiz. Bilasiz, men o'zim ham yaqinda kichkina biznes boshlaganman va men uchun bu narsa ozgina qiyinroq bo'lyapti. Har bitta narsaga yugurish, hamma narsa bilan gaplashish. Avot sizda biz oldin ham gaplashganmiz, o'shanda aytganlar turmush o'rtog'im ham orqamda turib berganlar, polностью поддержка qilganlar, komanda bilan ishlaganmiz degansiz. Va shu komanda bilan ishlaganingizda, umuman o'zim birinchi turmush o'rtog'ingiz bilan ishlayotganda vazifalarni qanaqa taqsimlagansizlar? Turmush o'rtog'im juda ham katta yordam berganlar, qo'llab-quvvatlaganlar. Moliyaviy taraflama to'liq qo'llab-quvvatlash bo'lgan va shu ko'chadagi, bozordagi va dalalarga chiqib kelishdagi muloqotlar faqat turmush o'rtog'im orqali bo'lgan. Chunki men uyda asosiy g'oya, tarkiblarni o'rganish, aynan qanaqa vositalardan foydalanish men tarafdan bo'lgan. Aynan fizikiy tomondan yordam, borib kelish, u juda ham katta ob'yomda xaridlar qilingan. Shu narsalar bilan to'liq turmush o'rtog'im va komandadagi insonlar shug'ullanishgan. Tushunarli. Brendni aytingchi, mana brendni yo'lga qo'yishda eng katta qiyinchilik nima bo'lgan? Ko'pchilikda eshitganman, masalan, brendni yurg'izishga boshida такое вдохновение bo'ladida, yurib ketadi, keyin уже nima deydi, sgorание bo'lib, to'xtab qolish mumkin, bor edi tashlab ketish mumkin. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Boshida hamma narsa tayyor bo'lgan. Mahsulotlarni topib olib kelganmiz, qadoqlash uchun korobkalar tayyor bo'lgan, hamma narsa tayyor bo'ldi, taxt bo'ldi. Va biz aynan shu bizni g'oyamizni ayollarga qanaqa taqdimot qilishni o'ylab qoldik. Bo'ldi, hamma narsa tayyor. Keyingi qadamimiz nima bo'lishini bilmadik, chunki biznesdagi birinchi tajriba va biz to'xtab qoldik. Qo'rquv emas, shunchaki keyingi qadamlarimiz nima bo'lishini bilmadik. Tashlab qo'yamiz degan g'oya bo'lmadi. Bo'ldi, to'xtatamiz, tashlaymiz, chunki bizda hamma narsa juda ham katta miqdorda tayyor edi o'sha. Va biz shu nima qilamiz, qanaqa qadam qo'yamiz deb to'xtab qolgan paytimiz bo'ldi, lekin to'xtatamiz degan niyatda emas, shu nima qilishni bilmaslik holati bo'ldi. O'sha paytda masalan, hozir shunaqa paytdamisiz yo undan o'tib ketdingiz, уже нормальный yo'lga qo'yib bo'lgansiz? Undan o'tdik. Biz buni yurg'izish uchun alohida jamoani oldik. Ishlarimizni ularga topshirdik. Aynan Instagram stranichkamiz bo'yicha. Va qarasak, hammani tennislari har xil bo'ladi. Ozgina tennislarimiz bir-biriga to'g'ri kelmadi. Va uni o'zimizni zimmamizga olib, aynan hozir shu bo'yicha ham shaxsan o'zim shug'ullanyapman va strategiya tuzib oldik o'zimizga, plan. Va shu plan bo'yicha sekin yuryapmiz. Rahmat. Hozir birinchi o'zingizni buyurtmangizni esla olasizmi va u kimga bo'lgan, agar sir bo'lmasa, конечно, qanaqa taassurotli bo'lgan o'sha birinchi buyurtmani zakaz oldingiz, yuborasiz, undan обратный связь kutasizmi, ya'ni nimalar his qilgansiz o'sha paytda? Birinchi buyurtmamiz hali hamma narsamiz tayyor bo'lgunga qadar bo'lgan.
bizni to'plamimizni ichida aroma shamlar, vanna uchun tuz va vanna uchun chiroyli qopchalar, foydali o'tlar bilan to'ldirilgan qopchalarimiz bor. U qopchalarimizni hali tayyorlab berishmaganda, shamlarimizni уже quyishni boshlagandim. Shamlarimizni quyib bo'lganimdan keyin stories qo'ydim. O'zimni shaxsiy stranичкамda Instagramda, hamma uchun emas, o'zingiz yaqinlaringiz uchun yashil storieslarga qo'ydim. Etga ko'proq odam qo'shdim, qizlarni qo'shdim, tanish qizlarimizni va mana shunaqa foydali vosklardan, zararsiz, ekologik toza vosklardan tayyorlangan, sifatli aromalar qo'shilgan deb storieslar qo'ydim. Menga 5 ta qiz yozdi. 6-si o'g'il bola. Hammalari tanishlarim. Buni men qo'llab-quvvatlash deb qabul qildim. Juda ham ishtiyoq yana ham baland bo'ldi, pozitiv kayfiyatda. Storiesni kechasi 12 da qo'yganman. Chunki uni qilish juda ham uzun protsess. Qilib bo'ldim, joyladim. Joylaganimdan keyin ertalab tursam 2-3 ta buyurtma bor. Juda ham xursand bo'ldim. 2-3 kunda hammasini tarqatib yubordik. Kutganman, qani nima javob storieslarga qo'yib bizni belgilashadimi yoki yo'qmi deb. Belgilashgan, minnatdorchilik bildirishgan, shu esimda. Uni shaxsiy stranичкамda qilganimdan keyin yana ham shu narsani o'zim qila olarkanman, qilishimga ishonchim ortgan yana ham. Shunda hammasi tanishlar bo'lgan, lekin при этом siz o'zingizdan shaxsiy rekomendatsiya berib, podдержка kutganingizda, menimcha taassurotlar ham o'shanga yarasha olgansiz deb o'ylayman. Istok.uz brendini boshqa brendlardan nima ajratib turadi va faqat mahsulot emas, mahsulotdan tashqari Istok.uz mana yana nima bera oladi insonlarga? Shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Istok.uz'ni boshqa brendlardan ajratib turadigan narsa bu ekologiklik, tabiiylik va g'amxo'rlik. Ya'ni biz shunchaki mahsulot emas, emotsiya, xotirjamlik hissi va o'ziga o'zi ayollarimizga g'amxo'rlik taqdim qilamiz. G'amxo'rlik. Ya'ni brend bilan birga bundan tashqari o'zingiz g'amxo'rlik qilayotganda inson o'zini o'ylayotgan, o'zini tanasini ekologik mahsulot bilan nima deydi, yuvayotganda, chayayotganda shuni his qilayotganini taqdim qilishyapti Istok.uz brendidan. Ilmuzar, qarang, siz o'zingizni stranitsangizni ham ochiq yuritasiz, adashmayotgan bo'lsam, va Istok.uz ham ochiq endi platforma bo'lgandan keyin Instagramda ham sotuvlar bo'ladi. O'shani ochiq yuritayotganingiz sizni o'zingizni shaxsiy hayotingizga hech qanaqa ta'siri yo'qmi? Ya'ni ta'siri bo'lmadimi va bundan qiyinchilik ko'rmaysizmi? Bu уже ayol sifatida berilayotgan savol. Ko'pincha qizlar bu o'zini stranitsasini ochib yuritayotganda yo yuzini bekitadi yoki gapira olmaydi yoki xo'jayinlari ruxsat bermaydi. O'sha bilan sizda hech qanaqa muammo bo'lmadimi va mana shunaqa ochiq qilganingiz naborot brend uchun yaxshi bo'ldimi? Ochiq qilganim brend uchun yaxshi bo'ldi. Sababi mana birinchi sotuvlarim, shu brend bilan tanishuv birinchi o'zimni obunachilarim orqali yuzaga keldi. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. O'zimizni hali kichkina bo'lgan auditoriyamizni ham Istokdagi yaxshi ko'ramiz. Ayollar barchasi ochiq, oydin olib borishga harakat qilamiz. Qanaqadir qiyinchilik bo'lmadi. Yaxshi hammasi. Ushbu biznes, ya'ni Istok.uz ochganingiz sizni aynan ayol sifatida qanday o'zgartirdi va bir necha yil oldingi Ilmuzar bilan hozirgi Ilmuzarni, mana o'zingiz brendni ochganingizdan keyingi Ilmuzarni ta'riflab bera olasizmi? Brendni ochganimizga hali juda ko'p yillar bo'lib ketmagan, lekin shu qisqa vaqt ichida ham o'zgarishlar bor. Tavakkal qilish kerakligini, tavakkal qilib qo'rqmaslik kerakligini o'rgandim. Nimadir yangi ish boshlashda juda ham katta qo'rquv bo'lardi. Hozir shu qo'rquv yo'q. Qo'rquv bo'lsa ham xato qilishdan qo'rqadi-ku odam. Shu xato bo'lsa, qaytanga u sizni o'sha uzun yo'lingizdagi boshlanish xato bo'ladi. Siz xatodan kelib chiqib qanaqadir o'zingizga tajriba olasiz, vыводlar qilasiz, dalshi ketish kerak bo'ladi. Muvaffaqiyatli ayol bo'lish uchun nimaga ko'proq ishonish kerak? Aynan sizni versiyangizda. Muvaffaqiyatli ayol nimaga ko'proq? Mana siz birinchi o'z savolimga javob berdingiz qisman. Ko'proq tavakkalga men hozir tavakkal qildim deb aytdingiz. Shu tavakkaldan tashqari nimaga va qaysi ichidagi внутренняя sila, mana ichki kuchi bo'lish kerakmi? Nima bo'lish kerak? Eng avvalo ayol kishi o'ziga ishonishi kerak. Qo'rqmaslik kerak degan ma'noda ishonch bo'lishi kerak va o'sha boshlagan ishiga avvalo sabr va eng asosiysi mehr bilan yondashib ishini davom ettirsa ayol muvaffaqiyatga erishadi. Bunda atrofidagi insonlarni qo'llab-quvvatlashi ham katta rol o'ynaydi. To'g'ri, bu ayol ichidan chiqadigan narsa emas, atrofidagi insonlarga ham bog'liq. Agar bugungi tajribangiz bo'lsa, birinchi brendni ochishdan oldingi Ilmuzarga nima degan bo'lardingiz?
hozir o'sha Ilmuzorga boshida xato bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi. Bu normal holat. Agar hammasi ideal boshlanib ketsa, oxirida qanaqadir qiyin yoki bo'lmasa noodatiy yoqimsiz holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun boshida shu qiyinchiliklardan o't va yo'lingda davom et degan bo'lardim. Menimcha bu hammaga kerakli bo'lgan javob va bu narsani o'zi shior qilib ham ko'pchilik ishlatsa bo'ladida. Eshitishga qiyin, lekin vnikat qilsa rostdan oson, oddiy so'z bo'lib tuyulishi mumkin, lekin momentda shu narsani odam valnasiga tushib olsa, menimcha tushunib yetadi. Eng mani o'zimda bo'layotgan narsa bu panika qilmasdan, qo'rqmasdan davom etish. Atrofingizdagi to'g'ri, hammani atrofi har xil, lekin hammani atrofi har xil. Bir xili haqiqatdan podдержка qiladi, lekin ayrimlar podдержкаning o'rniga uzoqdan yo kuzatadi yoki bo'lmasam, voy bu mana shu narsani boshlabdi-ya, boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Nimaga bunaqa boshladi? Mana shu narsalardan ayol kishi bo'lib turib, erkaklar unchalik e'tibor bermaydi, lekin ayol kishi hamma narsani yuragiga juda ham yaqin olgani uchun e'tibor bermasligi kerak deb o'ylayman, agar shaxsiy biznesingizni ochayotgan bo'lsangiz. Lekin qo'llab-quvvatlashmayotgan bo'lsa ham, Da. qo'llab-quvvatlashlarini kutish kerak emas. Kutish kerak emas. Chunki voy qo'llab-quvvatlamayapti deb xafa bo'lib ham minusga kirib ketgan odamlarni ko'rdim. Mani hech kim qo'llab-quvvatlamadi deb unaqa tushkunlikka tushmasdan isbotlab qo'yaman deyish kerak-da. E'tibor bermasdan yo'lda davom etish kerak. To'g'ri. Istok.uz 5 yildan so'ng qayerda ko'rishni xohlardingiz va qanaqa darajaga yetganini ko'rishni xohlardingiz? Agar Istok.uz bo'lmasa, balkim yoniga boshqa qanaqadir yoki biznesga qo'shishni xohlarmidingiz? Istok.uz'ni 5 yildan keyin ayollar, insonlar ishonch bildirgan brend sifatida ko'rishni istagan bo'lardim va undan tashqari nafaqat O'zbekistonda, qo'shni davlatlarimizda ham o'zini har bir uyda ko'rishni xohlagan bo'lardim, orzu qilgan bo'lardim. Ya'ni SNG davlatlaridan boshlab butun dunyoga hozir chiqara olasizlarmi tovarlarni? Har xil joylarga, har xil o'lkalarga yoki hozir viloyatlarga shaxsan o'zimiz chiqarib bera olmaymiz. Pochta xizmatlari orqali chiqarish haqida ham o'ylaganmiz. Lekin Yevropa, Amerika davlatlarida juda ham ommalashgan bu biz boshlagan ish. Endi shuni o'zimizni o'lkalarda, O'zbekiston, SNG davlatlarida sekin rivojlantirish istagimiz, orzuyimiz bor. Inshaalloh bo'lsin. Bugun bizani tomosha qilayotgan, lekin o'z biznesini ochishga jur'at qila olmayotgan qizlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Agar biror bir ishni boshlashga sizda g'oya kelgan bo'lsa, ideal vaqtni kutmang, boshlang. Sababi ideal vaqt degan tushuncha o'zi yo'q ekan. Qanaqadir kutamiz ichimizda. Bugun emas, ertaga emas, bir haftadan keyin, dushanbadan. Yo'q, unaqa vaqt bo'lmas ekan. G'oya keldimi? Bugun, hozir boshlang. Keyin ertaga siz natijasini ko'rarsiz balki. Qancha vaqtli boshlasangiz, shuncha vaqtli natijasini ko'rasiz. Ilmuzor, endi yakuniy savolga kelsak, bu ayol proyektida ishtirok etayotgan barcha ayol qizlarimizga berishim kerak deb o'ylagan savol. Aynan siz uchun ayol kishi nimani anglatadi? Ya'ni ayol deganda nima anglaysiz? Ayol bu idealist haqida emas. Ya'ni mukammallikka intilish haqida emas ekan. Ayol bu kuch bilan mehrni, g'amxo'rlik bilan sevgini birlashtira olish. Bu o'zingizda o'zligingizni yo'qotmagan holda yana ham orzu qilishdan to'xtamasligingiz. Bu o'zingizni oilangizda, o'zingizni yaqinlaringiz, oila deganda faqat siz qurgan emas, siz yashayotgan oilada o'zingizni namuna sifatida ko'rsata olishingiz va o'zligingizni birinchi o'rinda yo'qotmasligingiz menimcha. Ilmuzor, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Ishlaringizga omad tilayman va oilaviy biznesingizlar gullab yashnasin tilab, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Rahmat sizga ham. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Siz ham ishlaringizga omad tilayman. Yana ko'rishamiz degan umidaman. Sog' bo'ling. Aziz tomoshabinlar, hozir siz ayol proyektini birinchi suhbatida bo'lgan Ilmuzor hikoyasini eshitdinglar. Agar siz ham ushbu proyektda qatnashmoqchi bo'lsangiz va ushbu suhbatdan ilhom olgan bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin va bizni kuzatishda davom eting.